Asal Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. 20 yillik tadbirimizga xush kelibsizlar. Bizlarga o'qitganlarimiz uchun hammamizning nomimizdan katta rahmatlar aytaman. Shu sizlarning sharofatingiz bilan mana hammamiz kamolga yetdik. Har qaysimiz o'zimizdan ko'payamiz. Shu sizlarning harfni tanitgan, shu bilim bergan yilaringizning arkasından şu dereceye yetib o'tiribmiz. Hamma o'quvchilarning nomidan katta rahmat aytaman. Kirib kelayotgan 2025-yil yangi yillaringiz bilan tabriklayman. Hammangizning oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, bunday yangi yillarning yana ko'plarini ko'rish. Doim 30 yilliklarimizda da, 40 yilliklarimizda shunday davramizda o'tirish nasib etsin hammangizga. Bayan apa? Güzel bo'lgan tilaklarimiz bo'lsa. O'quvchilar, ustozlar, ana aradan 20 yil bo'lib o'tiraman. Ana shundan beri buni ko'pchiligimizni endi ko'rib o'tiraman desam adashmasman ana. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Mana yangi yil arafasida shu maktabga, shu bilim olgan dargohimizga kelib o'tirgan egasizlar, hammangiz baxtli bo'linglar hayotda. Sağlık tilayman. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Har biringizni oilangizda baxt, saodat arimasin. Hamisha neki armonlaringiz bo'lsa, neki niyatlaringiz bo'lsa, hammasini yetishga sazovor bo'ling. Doimo baxtli bo'ling. Mana hamisha bolalaringizning, qizlaringizning baxtini shu birga sog' bo'ling, omon bo'ling. Ustozlarga aytarim, hamisha sizlarning ham shu maktabda ayrim muallimlar birga ishlashgan, hali ham ishlab yotir. Shu ishlaringizga nima deymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Doimo sog', omon bo'ling. Ana shunday bolalarni yetishtirishda doimo charchamang, sog', omon bo'linglar. Oilaviy baxt tilayman hammangizga. Mana kirib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Baxt, saodat tilayman. Shu o'sirib yoqqan hamma baxt, o'g'il qizlaringizning, nabiralaringizning baxtini sog' omon bo'linglar. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin doimo. Shu o'zbekchani ham unutib qolibmiz. Mana 15 yilga qaror yotir shu maktabdan ketganimizga, pensiya. Shuning uchun ayblab yurmangizlar. O'zbekcha so'ylab o'tiribmiz. O'zbekcha o'qitib o'tizing. Nima? Yomon emas. Shu o'ylaymanki, shu maktab boshqa maktablar qatorida yomon emas. Doimo shu yaxshi bilimli o'quvchilar ko'p bo'ldi. Aynan bor o'quvchilar yaxshi universitetlarga tushib yotirgan o'quvchilarimiz bor, xudo xolasa. Ana shunday bilimli nima deydi, orator o'quvchilarni tarbiyalab, ta'lim-tarbiya berishda doimo siz o'qituvchilar charchamangiz. Shuning uchun Matematika fanidan bilim bergan o'qituvchimiz Kaliyeva Bayan opam. Yana bir marta assalomu alaykum, hurmatli. Endi bizlar 86-yillar deb aytamiz. 80-yilda tug'ilib, maktabimizni bitirganimizga mana 20 yillik yubiley berayotgan hurmatli o'quvchilarimiz, aziz o'quvchilarimiz, hammalaringizni mana shu yubileylaringiz bilan tabriklayman. 20 yillik berayotgan ekansizlar, Xudoyim mana shunday 20 yilda yana bir 5-6 barabarini 40 yilliklarınızı, 60 yilliklarınızı, 80 yilliklarınızdan nişanlaş hammanızga nasip etsin. Ben yangi yil arafasida shuni tashkillashtirgan ekansizlar, shu tashkillashtirgan bola qizlarimizga, hammalaringizga yana bir marta rahmat. Bayram tuhfasi bo'ldi. Yana bu yangi O'zbekistonimizning yangi bir nesi bo'ldi, dim yaxshi bo'ldi. Hozir ko'rib quvonib o'tiribmiz. Shunda bolalarimizning ulg'ayib, ana shunday darajada ham ma'naviyat yog'idan, ham boshqa iqtisod tomonidan hamma yog'idan ham
Şuna yetişkenlikке erişiyorsunuzlar, bulardı görüp, biz ustazlar hemmelerimiz başımız kökke yetkence kuanamız. Sizlerden muvaffakiyetleriniz, bizlerden muvaffakiyetlerimiz. Şularda kandaydır bir təlim tərbiyə verganimizdə, şulardan özünüzge bir örnek ağam bolsanızlar, şu ustazlarınızdan, şu mektebimizden, mektebimiz mukaddes, şöyle büyük mekteplerimizden birinden yangi şartlar yaratıladık, körüyorsunuzlar, kuanasızlar, hemmeleriniz hazımına koyup hemen itiraf ediyorlardı. Ana şurada külleri yetkizgen hemmelerine şükür aytlarımız, mana şu kıyafetten yangi yıl, hemmeleriniz bundan hem yaxşı muvaffakiyetler alıp gelgen. Büyük tedbirkarlar işinlerinizden çıkıp, yine tedbirkarlığınız bundan hem yaxşı rivajlanğay. Ustazlar, okutuvchilar aralarınıza çıkıp, oğlumuzga keladigan, vraçlar çıkıp, şu bizim şu jiverdiğimiz 20. mektebimiz bundan hem yüksekler bulur ki, şu mektebimiz kolektivi bilen, ustazlarımız bilen ve şagirdlerimiz hemmesi kevatıp kuanamız hemmesinde. Senin yeni bir mektep ahmet dileyimiz, baxt dileyimiz, ayrı baxt dileyimiz. Ballarımız kızlarınızdan okutadık biz köplerini, ballar kızlarınız menden hem göre baxtlı bol balam degende, ballar kızlarınız sizlerden hem büyük dereceye erişebilge. Yani şundan günler görüş hemmemizge nasip etsin. Yangi yıl yeni bir mektep mübarek olsun. Kimya, biologiya fanidan tanıtgan, şu narsani bilishimizga sababchi bo'lgan. Hamda esa A sinfimizning sinf rahbari Ko'kchasarova Nazira opa. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlarni 20 yillik yubileyingizni qutlayman. Hammangizga qutlug' bo'lsin, mana tashkilotchi o'quvchilarimizga, hammangizga, sizlarning olqishlarga katta rahmat, bu tashkil etib yurgan. Hamma o'quvchilarning arasidan chiqa bilmaydi bunday tashkilotchilik. Yani aralarımızdan aratır o'quvchilar, qizlarimizdan shunday chaqqan, bolalarımızdan tashkil etib, bir-birimizga uchrashib, ustozlarimizdan bir-birimizga uchrashtirib o'tiribsizlar. Qarang, men bu o'zlaringiz, men juda quvonchdimiz biz. Shunday tashkilotchi bo'lganlarimiz uchun. Sizlarni shu yubileylarimiz bilan tabriklayman. Kirib kelayotgan yangi yil bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hammangizning oilangizda sog'lik, salomatlik tilayman. Buni o'sib o'tirgan farzandlaringizning rohatini ko'rib, hammangiz o'zlaringiz hayotda o'z o'rningizni topib, har qaysiningizning hayotda oilada o'z o'rningiz borligini quvonchdan ustozlarimiz aytdi-ku. Shunday kelajakda farzandlaringiz ham hayotda o'z o'rni bo'lsin. Hammang bir ailenin başçısı, ata-ana oldumlar. Biz sizlerdi ko'rib, o'zimizning yaşımız ulg'ayib, qartayganimizda sezib o'tiribmiz da, bo'lmasa bilmaymiz hali. Demak, bunda tashkilotchilarimizga bitta rahmat, men so'z boylag'im yo'q uncha. Kimyo, biologiya bo'lgan uchun tilchi muallimlarimiz aytdi, shularni aytganini hammasini qo'shilaman hamma tilaklarimizni. Bularni sizlarga birinchidan din sog'lik, uzoq umr, baxt, oilaviy baxt tilayman hammangizga. Xudoyim shunday 20 yillik tashkil etib o'tirgan ekansiz, 40 yillik, 60 yillik, Xudoyim shunday yubileylaringizni ko'rib nasib etsin. Sizlarning baxtimizga sog' bo'ling. Shu yurganlaringiz so'z bilan ta'riflay olmaydi qollar. Sizlarning sog'liqlaringiz, sog'liqlarga, barliqlarga shukr. Hozir xursandligimdan, hayajondan qoldim. Haqiqatdan. So'z bilan ta'riflash. Til ojizligim, shunday bo'lib turibman. Ustozlarimizni siylab, bir yerga tashkil etib, o'zlariga og'izbo'shliqlarini shunday tashkilotchi o'quvchilar bo'lgan uchun bo'lib turibdi bu. Bo'lsa necha o'quvchilar o'qidi. Xudoyim hamma og'izbo'shligimiz xudodan ham makon bo'lsin. Yendiğiniz sağ olsun, ömürleriniz uzak olsun, bir baqtı ata-ana bo'linglar. Hammangizni ishlaringizga tavsiyam, hammangizni. Hammangiz har qanaqa ishlayotgansiz, hammangiz quvonib o'tiribsiz. Buni hozir жетіскендеріңіз бен, hammangiz жетіскендеріңіз бен tabriklayman hammangizni. Xudoyim baxtli bo'ling, sog' bo'ling. Жаңа жылды жақсы күтіп алың. 24-yılı yetişpegen muvaffaqiyatlaringizga 25-yılı yetishgaysizlar. Rahmat. Boshlang'ich sinfda ilk harflarni tanitgan ustozimiz bizlardan Yusupova Norgul opa. Q
Hali bir uğurlarımızdan durun. Rahmet. Şu hayatta erişken muvaffakiyetlerimizle bu dik şöyle çakırıp birbirimizi yaştırıp sizlerin giderlerinizi koydurup oturganlarınız için rahmet. Taşkal çıkıp emeteceğim mi? Güzel. Hatta hiç kaçan kavulmaysılar. Şu mana şunday olsun. Hemşe baktığımızda sağ olunlar. Kuvvetlanlar, sınıftaşım var eken deyip birbirimizi izleştirinler. Arada bizlerden şunday hürmet edip izlettirinler. Mana şu keletmen yangi yılınız bilen çın kalbimden tebrikliymen. Kudayım bizlerden ustazlarınızın yollarını versin. Mana şunday bizlerden bir ailevi baxtlarga erişken, şunday bir işlerimizde mertebege erişken oğul kızlar boğanımız rast bulsun. Ahmet ekimiz Xudaga ekemiz, Xudacılığımız 1000 yıllık. Ekranda Xudo bo'lganmi? Xuda bulduk bize. Bizler de Rus tili fanidan okutgan ustazımız Cümiyev Murat aka. Tutmaya qo'ying, sizlar o'rningizdan o'qiringiz. Asosiy tartibni bizlar berganmiz. Shuning uchun salom berish kerak. Men adasham 20 yil ortga qaytdik bizlar. Hamma o'qituvchilar ham 20 yil ortga qaytib o'zimizni Yoshroq ko'ramiz. davra o'zini qaytaramlarda shunday bo'lgan voqealar o'tmishlar hammasi bugun esga tushdi. Rahmat sizlarga. Shunday ishlarni boshlabsizlar. Didor g'animat shu Didorning g'animat ekanligini bilibsizlar. Ustozlar siylab uzoqdan kelgan shogirdlarni bizlarga topshirdilar. Rahmat hammangizga. Sizlarning o'zlaringiz uzoqdan kelgan mehmonlarimiz bor ekan. Rahmat ularga ham shunday ishlarni uchun. Xudoyim sizlarga oilaviy baxt, xo'jalikning egasi bo'linglar. Qattiq azob, uqubat hammasini ko'ringlar. Endi Xudoyim sizlar ham bir farovon yashagaysizlar bu yoqda. Bolalaringiz ham katta o'qib qolgan hammasi. Rohatni ko'rgaysizlar sizlar ham. Bunday ishlarni boshlash oson emas. Shu boshlagan ishlaringiz ulgu ham Jivat elda bir namuna bo'lib qoldi. Namuna bo'ldi Xudoyim. Shu yerda hamma yerda bor. Jivat elda bo'lmay yuribdi deb o'zim o'ylanib yurgandim. Rahmat chiqib qoldi mana. Yana marta tabriklayman 20 yillik yubileylariniz bilan. Aqlli, dono, inson bo'lib yetishing hammangiz. Farzandlaringiz ham dono inson bo'lib yetsin Xudoyim. Ustozlarga ham baxt, ularga ham kuch-quvvat. Bizlarga yana marta aytaman, uchrashtirdim mana Bayan opa, Nazira opalar, boshqa kelgan ustozlar hammasi didorni ko'rdik bizlar mana quvonib qoldik. Yana marta rahmat aytaman. Yangi yil bilan ham yana tabriklayman hammangizni. 25-yil bundan ham yaxshi yil bo'lsin 24dan. She'r yodlamaganlar she'rni yodlab kelsin. Bizler netkendan hozir qaysi fan o'tiladi bilmayman-da, bizlar boshlang'ich sinfda ekologiya degan fan kirib keldi-da bizlarga. Shu eng birinchi shu paytda shu ekologiya degan fandan Mirzabayeva Liza degan o'qituvchimiz bizlarga o'qitdi. Latin grafikasini o'rgatdi bizlarga. Latin grafikasi bilan ekologiya. O'zim ishga keldi shu yilda. Shu yil ishga keldi. Mirzabayeva Liza. Assalomu alaykum jani hurmatli o'quvchilar. Endi men qozog'cha so'zlayman, o'zbekchani unutdim Bayan opa aytganday. Jani ustozlarim barliqlarında осы мына ұйымдастырған осы мына мерейтойларың ғой енді сендердің 20 жылдық мерейтойларыңмен бәріңді құттықтаймын. Бәріңе алдағы өмірлеріңде бәріңе сәттілік айтарым. Жаңа Мұрат аға айтқандай 20 жыл артқа қайттық дегендей, мен 30 жыл артқа қайттым. Осы мектеп бітіргенмен міне 30 жыл болады, Құдай бұйырса осы 2025 жыл. 30 жылда бір келіп тұрмын. Ол мына сендердің арқаларыңнан, сендер осыны етіп шақырып, құрметтеп, 30 жылда осы мектепке келіп тұрмын. Жаман емес өзгеріс. Өте күшті, керемет бәрі. Сендерге айтарым сол, бәрің өмірде бақытты болыңдар. Не деймін, мына келіп жатқан жаңа жыл бәріңе өте бір берекелі, табысты, молшылық жол болсын. Ал мына ұстаздарыма айтарым, бірінші
қолыма қалам тұтқызған мына ағам, осы мектеп 20-ші мектеп десе бірінші Мұрат аға есіме түседі. Одан кейін класс жетекшіміз болған Қалиева Баян апа 4-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін бізге сынып рахбар болды. Бірінші куратор болған. Бірінші куратор. Сол жылы бірінші мектепке мұғалім болып келді, и біздерді куратор болды. Бәріңізге рахмет. Сіздердің арқаларыңыздан міне осындай болып жүрміз. Инглиз тілі мұғаліміміз Баян апа, химия, биология мұғаліміміз Назира апа, біздерді группадан оқытқан Наргүл апа, бәріміздің ұстаздарымыз, һәм кәсіпбашым мен бірге мектепке екеуміз районада, сол кезде района кім болатын еді? Гүлсанам Сапарова деген. Сол кезде Ахмет аға екеуміз алдына бірінші рет кіргенбіз. Аллаяраға мына осы екі ішчіні қабылдап жатырмын деп, сол кезде бізде приказға Ахмет аға екеуміз бірінші рет қол қойғанбыз. Сол кезде айтып, бұл Ахмет аға оқуды бітіріп кеп, бірінші осы жерге жұмысқа келіп жатқан кезі. Мына баламен бірге істеймін ба дегенміз сол кезде. Сондай-ақ, ол да жас кезі, сондай-ақ, сол не деймін бәрімізге келешекте амет жар болсын. Şu 5-ci sınıfga o'tganimizda boshlang'ich sinfni tugatib, bizlarga sinf rahbarlik qilgan tarix fanidan dars bergan ustozimiz Bekjanov Ahmad aka. Rahmat mana qatnashchilar, ustozlar, o'quvchilar. 20 yildan beri eslab ustozlarni, maktabda eslab kelganlar uchun rahmat. 20 yıllık tedbirleriniz kutlu olsun. Her kaysınız bir kesbin yersizler, şu kesbinizden kamal doğru. Farzandlarinizin rahatını görünler. Şu 50 yıl, 60 yıl tedbirlerde de to'liq qatnashuv hammamizga nasib etsin. Şu farzandlarning rahatını görüp şu yaxshi inson bo'lib yuringlar. Kasbdoshlarga da rahmat mana shu. Rahmet şu tedbirde uyuşturgan. Bizlarni mehnat ta'limi fanidan o'qitgan ustozimiz Ismoilov G'abit akang bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha 20-maktabning direktor lavozimida faoliyat olib bormoqda. G'abit aka, ishlaringizga rivoj, martabangiz bundan ham yuqori bo'lsin. Bugun ham 6-yil, 20 yil bo'ldi. Bulardan bir yil o'qitgan chiqaman. Yani 20 yil bo'ldi. Buni tashkillashtirgan bolalarga, qizlarga rahmat. Og'zi bichilmas, buzilmasin. 20 yıllıkta şunu oturan kadar 25, 30, 40 yılda da yani şunu oturuşman nasip etsin. Ustazlarımız bilen. Alayarken ustazımız bir sebeple göre kiloma kaldı. Onun adını sizlerge 20 yıllık tebrikliyim. Şu farzandlarınız hem yaxshi kadrlar olup çıkışlar tilektaşımız. Hem ben size yaklaşık bir yazmayı 25. yıl, yani yıl bayramınız bilen tebrikliyimiz. Muhabbet çıkıp girersem bulamam. Baymanov Asılbek, Ametov Ahmet, Beketayeva Erkinay, Allayazova Nilüfer, Bazarbayeva Gülayim. Yok mu? Sebepli mi, sebepsiz mi? Bekjanova Rayhan. Kadıp ketip mi? Saparova Zamira. Saburova Gülasel. Mirzabayeva Ayjamal. Madrimov Eldar.
Toyga ketip bakar. Bunu sunday deyip nedik, toyga ketip ya dep. Şamratova Azada. Yakşıyeva Nasibe. Orazova Munajat. Orazova Mubarak. Oraz Şehzat. Diza. Римбаев Рашид. Карабаев Davran. Davlet Bazınlara. Değişe. Satıbaldiyeva Kamila. Karabayeva Roza. Yusupova Nazaket. Matyakub Nurullah. Matyakub Server. Yeşimbekov Elmurat. Yeşimbekova Dilnavaz. Kurbanbayev Shavkat. Kurbanbayeva Gavhar. Xalniyazov Sabir. Hayriyev Bayrambek. İsamov Hayrullah. Zarif Şıkar. Arzikulova Janul. Usmanova Gumira. Allah Bergenov Muzaffer. Şamratova Kunduz. Nuraddinov İslam. Kamalov Şermat. Чубаева Бибигүл. Ходжакова Рая. Sebepsiz o akıl Ержанов Жасыр. Сапаев Бахрам. Юлдаш Музаффар. Юсупов Тажибай. Almaya kaldım yaşam geçsiz. Ben seni tanımaya kaldım. Senin yaşlı Yok bakmayın, bırak özgeripsin. Özgerip anı kaldım mı desene. Ona kim çok biz birbirimizi tanımamız. Ahmet Aka'dan soradım. Türlü tanışsın yedi dedi. Malades, baktı bulundu. Kamal Kahraman. Men. Ragif İlamcan. Bari balık olun, sabahta dayısından var. Sebepsizleri çok bırak. Toyga ketkenlerge yeki bakasın. Azadan. Azadan bile yerler yok. Yıldan bir haftadan koyma. Yeşil bir tutarım ya. Mehnatlarınız için, bergen terbiyeleriniz için katta rahmat aytamiz. Arzimas sovg'alarimiz bor edi. Şagirdlaringizni atmadı. Osmanlı'na mani mi ya bu? Bir defa mamlaka. Rahmat. Mazrak
Kapırsa şunda şu girdi. Araları var mı? Çıktı yollar var çıkar. Aytanlar kalan bize kaybana gidiyor. Zırhlar var çıkar. Neyse bakmaz da futbolda. Okulda tebrik var. Mimam vallahi var o sağlık geldi başı gelmen geldi. Kalmayan. Assalamu alaikum aziz ustazlar. Şu bizim 20 yıllarımız müdahalesi tenteneli revişte açıkta ilan kılındı. Bugün de müdahalesi. Şu geldiğimiz için katta rahmet. Hemmenizin üyelerinizge sağlık, salametlik, ailevi var. Şu bize geç ölüm verip, ruçka uşatıp, yazıları öğretip, bilim belgeleriniz için katta rahmet. Yaxşı ürünler, kesel bulmanlar, şu kivatırgan 25. yılı bilen hemmenizi tebrikliyim. Şu ailevi baxt hemmege. Sınıftaşlarıma da. Teşekkürleştirip can bildirgen Ahmet Sinem söyle. Yok reş söyleyeyim ya. Reşten söyle Sinem. Assalamu alaikum ustazlar. Hemmenizi buna bugünkü 20 yıllık tecrübe bilen tebrikliyim. Şunday 20 yıl olsa 40 yıl, 60 yıl, 80 yıllardan şunu edip ötürgen vaqtda hiç kim ornaya olmasın. Şu hem vaqtı yaxşı günlerde görüşük. 40'ga vatırgan mına 2025 yıldan bir mübarek olsun, bir omadli yıl olsun. 24'te uşalmagan ordular olsa hemmeniki 25'te uşalып, şu yaxşı günlerde görüşüp yürüyeceğimiz. Hemenizin bayramınız bilen ustazlar, sevgim rahmet, çok bilim verdiniz. Ne deyimiz dostlar? Hemenizin bayramınız bilen. Siz baylık yok. Yekkazı taşak ettiğimiz. 25. yıl omadli olsun, 24'ten Allah'a Allah'a şükür. Benim soğuk olsun, sağlaşık olsun, yaşlı olsun. Yine hürmeti assalamu alaikum ustazlar, yurttaşlar. Memleketler rahmet, öldürdüler. Elpi bayramda aytan şehrim. Oradan gelince aytan mı şimdi? Bunlar futbol oynaydı, futbol yaxşı deptiler, fakat darvazalarını farkıga varmasınlar. Başkanlar, ustazlar, sınıftaş balalar, hemmenizin hoş geldirigan 25 bilen tebrikliymen. 20 yıllıklarınız hemmenizge mübarek olsun. Mana şu ustazlarıma ming rahmet aytaman men. Bizlarga aqti qarani o'rgatdi, ta'lim tarbiya berdi. Mana har qaysimiz bir kasbning egasimiz. Shuncha hemmangizga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar. Shunday 60 yillik, 50 yilliklarda yana ko'rish hammamizga nasib etsin. Yine çöz tavuştunlar mı? Assalamu alaikum ustazlar, sınıftaşlar. Şirayetken yangi yıllarınız kutlu olsun. Şu 20 yıllıkta, 20 yıldan beri koşmayan sınıftaşlar var mı? Bayramlar kutlu olsun hemmenizge. Rahmet, gelgeleriniz için vaxtınızda ayamazdan. Rahmet. Sınıftaşlar. Şu kutlamak olsun. 20 yıllıklarımız ustazlar. Sizlere hemen bayramla kutlamak olsun. Rahmet size şu talipler, bebeğimler. Rahmet annenize. Ailevi baxt. Şu kiyatıgan taza yılda hemmenizi omadli yıl bolup kelsin hemmemize. Sağlık olsun. Снег идет, здравствуй, Новый год. Mingdan ming rahmat bergan ta'lim tarbiyalaringiz uchun. Shu darajada bergan ekansizlar, o'rgatgan ekansizlar. Mingdan ming rahmat. Xudoyim oilaviy hayotlaringizda baxt tilayman, sog'lik tilayman.
sinfdoshlarga da jinob o'tirgan shu 20 yilliklaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Rahmat. Hammangizga oilaingizda yaxshi kunlar bo'lsin. Ana shu boshlab o'tirgan og'zibirchiliklarimiz hech qachon yo'qolmasin. Hammangning o'rinlaring yo'qolmasin. Hammangizga oilaviy hayotlaringizda baxt tilayman. Şu ustozlarimiz ham sog' bo'lsin. 20 yillik, 30 yillik, xudo xolasa 40 yillik, 50 yilliklarimizda ham oldingizda turishlaringizda tilakdoshman. Sog' bo'linglar. Ustozlar, bizlar hozir birga shuna restoranimizda ozgina nonimiz bor edi. Choyimiz. Choyimiz bor. Bir piyola choy. Taklif etaman hammangizga. Barmasana qabul bo'ling. Yerdan chiqqan gaplar bo'lsa, bir piyola choy ustida Gaplashamiz. O'tgan kunlarda, o'tgan yillardan. o'tgan yerlardan eslab server. Şoförler kız. Hamında sizlardan ruxsat. Shunday kayfiyat ko'tarildi. O'qituvchi o'zi qalbi nozik bo'ladi. Shunday kayfiyatni ko'tarib, hammasi hozir qarang. Yasardi. Asbashalarga qarang. 20 yildan Kayfiyatni qarang. Boshqa turli inson bo'lib qoldilar. Rahmat sizlarga yana marta shunday orzuchiliklaringizga bir-biringizni hurmat qilinglar. Bundan buyog'i bizlar maslahatimiz. Ya aytganday 30 yil, 40 yil, 50, 60 ta hammasini bermoq birgalikda sizlarga nasib qilsin. İşleriniz olsun. Hurmatlarınız uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat hammangizga. Kollektiv nomidan, o'zimizning maktab nomidan yana marta katta rahmat. Sizlarga ham rahmat.
Sizler bir oyun olan toplasalar açık deb e'lon qilamiz. Mana bir quvonib, shunday e'tibor olib, o'qituvchilarni bizlar taklif qilgan ekan. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'tiring. Va shu yoshlar baxtli bo'lsin. Men o'tiraveringlar. Kelajagi parlaq bo'lsin bular. Ishlarni omad, aylari baxt. Hamma shunday 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik birov qolib ketdi. Yubileylarda oturmak ustozlarga, shogirdlarga nasib qilaversin. Ustozlar sizlarga ham kuch-quvvat hammangizga. Sizlarga ham baxt, yangi yillarimiz qutlug' bo'lsin. Yana marta. Maktabga turmadimi yaxshimi? Maktabda aytdik-ku, endi pensiya yaqinlashib o'tiraver. Kameraga tushmay qolasan. Unda bemalol yashab, o'ylab kulib, shu kunimizni vaqt qo'shib bilan tartib bilan Xudoy o'tkazmaysizlar. Endi sizni berganda tadbirlarimiz yana bir marta qutlug' bo'lsin. Hamma shu o'ziga chekda o'tirganimizga nasib etsin shu. Yozgan yangi yillarimiz qutlug' bo'lsin. Yil yarışma arzularingiz keyingi yil amalga oshirsin. Rahmat bo'lsin. Ne deyimiz olsa stolga bardықтарымызды басымызды жинап, осы ортаға әкеліп жатқан мынау Ахметке үлкен рахмет. Талап етсе осы оқушыларға да үлкен рахмет. Мына сіздер болып, біздер болып осы ортаға келіп, бір жақсы тілектерді айтып, жақсы бір жүректеріндегі сөздерді айтып отырмыз, қуаныштымыз. Барлықтарын Алла сыйласын, Алла разы болсын барлықтарынан. Мынау кіріп келе жатқан жаңа жыл барлықтарында құт берекесімен келсін. Барлықтардың отбасыларында бір жаңа бақыт, жаңа табыс болсын. Мынау ұлы жылы кетіп, ұлы жылы кетіп, мынау жылан жылы келіп жатыр ғой, өзінің жайлылығымен, өзінің бір қандай да бір бақыт, қандай да бір табысыменен, қандай да бір байлығыменен әрбір отбасыларыңа келе берсін. Енді мінекей сендерім ата-ана болдыңдар, ұл өсіріп жатырсыңдар, қыз өсіріп жатырсыңдар. Аллаға шүкір бәрі алдарында аман болсын, аспандарының бұдамы ашық болсын, ел жұртымыз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын. Ендігі жаңында мына 20 жыл деп барлықтарын осы ортаға келіп жиналып отырған екенсің. Аллахым ендігі жағында 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық отырыспаларым осындай төрт көз түгел болып өте берсін. Сол күндерге бауырларың бүтін, бастарың аман болып жете беріңдер, айналайындар. Едеміз барлықтарына жаңа жыл құтты болсын. Мына ұстаздар коллективіне әрдайым қартаймаңдар. Бұл қыздарды шығаруда ешқашан шаршамаңдар. Bana da bakana ver. Табыс болсын. Bakana ver dedim. Bayağı bakana alın mı? Şuna çok görünüyor. Tamam, hadi kızlar ruhsat verdi var. 26 mektep direktörüne veremiz de. O zat dişine. Ali yaxshi. Hamid akamizga. Hammangizni 20 yil bayramingizga tabriklayman. İnan, şunu da böyle fotoğraflasın. Mana 20 yillik kutib o'tirgan ekansa 25, 30, 40 yil kutmak nasib etsin. Shu davramiz kam bo'lmasin. Oldurishlik buzilmasin, o'yin-kulgudan ayrilmasin. Hammangizga rahmat, mana ustozlarga
eslep, tebriklep ketdiler. Hemmenize rahmet. Bayramdan bayram getirsin. Jubileyleriniz kutlu olsun. Koyun bir kazan. Türkü çok et. Kana nerede o? Oldu. Давай başlıyorum. Bayram bana koy bir kazan. Burada gel, hasta gel lan patates. Merhaba. Abi hiç kaysın pişmeyimiz bayağı. Yaxşı. Barda buram. Zarlabası ne? Şeytanın boynusuzu meyle içemiz. Buna şıkmacılık jubileyleriniz kutlu olsun. Kudayım, budan keyin 30 жылды, 40 жылды, 60-80 жылдық юбилейлеріңізде де осындай ауызбіршілігіңіз бұзылмай, отырған орындарыңыз жоғалмай, Құдайым ауызбіршілікте қуанышып жүре бергейсіңдер. Біріншіден әмеңізге денсаулық тілеймін, айлап бақыт тілеймін. Мынау сіздерім ата-ана болдыңдар ғой, енді өсіріп жатырған перзенттердің рәтін көріп, қуаныштарын көріп, біздер жолы қуаныштарыңызды көргейміз. Әмеңізге айлап бақыт тілеймін. Мына кіріп келе жатырған жаңа жылда жаңа табыстар тілеймін. 24-ші жылда жете алмай қалған ниеттеріңіз болса, 25-ші жылда жетіспейсіңдер Құдайым. Әмеңіз айналаңызға тыныштық, қатыржандық, саулық, саламаттық болсын. Әмме қуаныш күндеріңізге ұстаздарыңызбен бірге Çıkanlarınız dururlar. Çıkanları. Dururlar o. Қуаныштарыңызға шер болайық әмеңіз. Әмеңіз үйлеріңе қуаныш күндерге, тойларға барып, әмеңізге нәсіп етсін. Еш уақыт жиған күндеріңіз көрмейік. Жұмыстарыңызға табыс бәріңіз. Мәртебелеріңіз ғанан биік болсын. Azerbaycan sizi Respublika götürdü. Respublika hazır. Şoň üçün Ortalarınız жоғалмасын, ұстаздарына, ұстаздарыңызға, сыйлық Соның үшін атпысыздар еді. Мына тоймадың ғой. Әзір апа бір құрал әйдер, ауыз кене сендер. Арап сөз, саған қойма. Başka kerem yok. Başka işim yok. Dostum Yago. Ağzımı çeken bundan zor olsun. Endeki jubileylerimiz bundan açık kalır olsun. Ve kıyatkan yengeler mübarek olsun. Yılan yılı kıyatır dedi. Yılan yılı baylık remzi. Hemmeler bay bedevlet bulup, toyxanalar salып, mına Ahmet dukalar açıp atıp, sizlerim şundan jiberdilerimiz şu rayonumuzda en yaxşı şahar tipindeki bulup gitti. Ama görüşürüz. Şunlara karar ver. Çok şunlara. Tamamen nasıl bekliyor Daim sizlere şurada kaktüs olmalı.
Şurada men aktif. Aktifçilikte öğrendin mi? Cümbeyim. Özüne bir şey içir. Thank you.